Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Tojiddinov Omonillo va biz navbatdagi HTML darslarini boshlaymiz. Bu dars 4-dars. Ushbu darsda biz matnlarni ko'rinishlar bilan ishlaymiz. Bu darsimizni ham alohida HTML fayl shaklida saqlab olamiz. Buning uchun o'sha kodlarimizni qayta kiritamiz. Takrorlash bo'lishi uchun. Bu yerga 4-dars .html deb nom beramiz. Va biz birinchi ko'radigan tagimiz bu comment tagi. Bu uchburchak qauslar orasiga yoziladi. Undov va 4 ta chiziqchaning orasiga yoziladi. Bunga fikr bildirishimiz mumkin. Masalan, buni brauzerda ko'radigan bo'lsak, brauzerda ko'rinmaydi, chunki bu comment tagini orasiga kiritilayotgan matnlar bizga shunchaki taglar ko'payib ketib qolishi mumkin. Mana shu paytda bizga yordam beradi. Qaysi tag nima uchun berilayotganini, nima uchun ishlatayotganimizni ko'rsatib beradi. Bu esa bizni ishlash jarayonimizni birmuncha osonlashtiradi. Keyingi ko'radigan tagimiz bu pre tagi. Pre tagini orasiga qancha matnni kiritsangiz ham xuddi oddiy Wordda yozganingizda yozaverasiz. Enter qilib, probel qancha tashlasangiz xuddi o'shanday qilib ko'rsatib beradi. Masalan, budan keyin enter qo'yib probelni shundan keyin ko'paytirib buni brauzerda ko'radigan bo'lsak, xuddi mana bu yerda kiritganimizda ko'rsatib beradi bizga. Hech qanday bunga enter tashlash uchun ular umuman kerak emas. Keyingi ko'radigan taglarimiz bu ko'pincha formulalar ishlatayotganimizda kerak bo'ladi. Superscript, subscript. Masalan, superscriptdan boshlaylik. Buning uchun biz yangi qatorga tushib olamiz. Katta joy olish uchun p tagi bilan tushamiz yangi qatorga va kelinglar yozaylik. Superscriptning ichiga x kvadrat ni toping. Buni brauzerda ko'radigan bo'lsak, 2 ni superscriptning ichida kelayotgan matnni tepaga qilib ko'rsatib beryapti. Daraja sifatida ham foydalanishimiz mumkin. Demak, keyingi ko'radigan tagimiz shunga o'xshaydi, faqat u pastki qismiga ko'rsatib beradi. Buni ham past qatoriga olib tushamiz. Bu kelinglar suvning formulasini yozaylik. H2O. 2 pastda bo'ladi, albatta. Buning uchun bizga pastga tushirish uchun subscript kerak bo'ladi. Keyin xuddi shu tag orasiga olamiz. Brauzerda ko'radigan bo'lsak, mana o'sha formulamiz chiqdi. H2O. Endi taglar ketma-ket ham kelishi mumkin. Masalan, p tagini olsak, yangi qatordan
quyidagini olaylik. Qalinlashtirilgan holatda yozilsin deb aytamiz. Yuraveramiz va buning orasiga yozadigan matnimiz qalinlashgan holatda ko'rinadi. Yangi qatordan browserda ko'radigan bo'lsak, yangi qatordan qalinlashgan holatda ko'rilyapti. Do'stlar, sizlar bilan bugungi o'tadigan mavzuimiz shundan iborat edi. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.